So'z mulkining sultoni buyuk alloma Alisher Navoiy hamda shoh va shoir beqiyos sarkarda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludi oldidan yangi kitoblar taqdimoti bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu xususda. Kitoblar taqdimotida dastlab o'zbek tilini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan qonunlar, ularning mohiyati, shu bilan birga til bilan bog'liq muammolar, bahsli holatlar haqida aytib o'tildi. Ta'kidlanganday, 2023-yil 1-yanvarda respublikamizdagi barcha tashkilotlarda hujjatlarni yuritish to'liq lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tildi. Bu esa kiril hamda lotin alifbolari o'rtasida yuzaga kelgan chalkashliklarni bartaraf etishda muhim qadamlardan bo'ldi deyish mumkin. Ikki yozuvdan bemalol foydalanishimiz mamlakatda savodxonlikka ham juda katta ta'sir berdi. Kiril yozuvi imlo qoidalarimiz ham, lotin yozuvi imlo qoidalarimiz. Ikkalovi bir-biridan farq qiladigan tomonlar juda ko'p. Lotin yozuvidagi imlo qoidalarimiz 1995-yilda tasdiqlangan bo'lsa, juda ko'plab kamchiliklar bor. 61-sonli qaror bo'yicha vazifa qo'yilganki, yangi tahrirda imlo qoidalarini tasdiqlash. Bu imlo qoidalarimiz hozir to'xtab turibdi. Sababi nimada? Alifboga o'zgartirish kiritish masalasi bor. Bizni qiynayotgan 4 ta harf masalasi. Ular ch, sh harfiy birikmalari va O va G'dagi o'sha belgining qo'yilishi. O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi tomonidan chop etilgan yangi adabiyotlar ham mutaxassislarning davlat tilida ish olib borishlarida ko'makdosh bo'lishiga qaratilgan. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining tabiiy geografiya kafedrasi o'qituvchisi Muhriddin Avezov muallifligidagi O'zbekiston joy nomlarining izohli lug'ati esa yurtimizdagi jami 3000 dan ortiq geografik joy nomlari haqidagi ma'lumotlarni jamlagan. Unda asosan respublikamizdagi yirik obyektlar, viloyatlar, tumanlar, shaharlarning nomlari yoki ayrim biz ommaviy axborot vositalarida yoki davriy nashrlarda tez-tez uchratadigan boshqa aholi punktlarini, daryo-ko'llarning nomlarini izohlari berilgan. Joy nomlari keng tarmoqli yo'nalish bo'lganligi sababli albatta olimlar o'rtasida turli talqinlar mavjud bo'ladi. Biz bitta joy nomi to'g'risida bir necha talqinlar xalq orasida mavjud bo'lsa, mana shularni ham berishga harakat qildik. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ma'naviyat va davlat tilini rivojlantirish masalalari departamenti tashabbusi bilan uyushtirilgan kitoblar taqdimotida Ona tilim mangu makonim nomli kitobning ahamiyati borasida ham aytib o'tildi. Mazkur she'riy to'plam Alisher Navoiy ijodi bilan boshlangan. Shuningdek, kitobda Zahiriddin Muhammad Bobur, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat kabi o'zbek adabiyotining zabardast ijodkorlari tomonidan yaratilgan namunalar o'rin olgan.